shu saharga turib qiladigan ibodatlarimizda ko'p fazilatlar bor ekan. Fudayl ibn Iyod rahimahulloh aytgan ekanlar: "Idza lam taqdir ala qiyamil layli va siyamin nahar fa'lam annaka qad kathurat khatoyak." Kechasi bedor bo'lishlikka imkon topa olmayotgan bo'lsangiz, kunduzi roza tutishlikka vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, bilingki sizni xatolaringiz, gunohlaringiz ko'payib ketyapti ekan. Siz men bizni shu xatoyimizni, gunohlarimizni ko'pligi kechasi turib Allohga ibodat qilishligimizni to'sib qo'yar ekan. Uxlab qolyapman, soatga qo'yib qo'ydim, uxlab qolibman deyotgan gaplarning javobi kunduzgi qilgan gunohlarimiz ekan. Kunduzi bandada gunoh bo'lmasa, kechasi birov uyg'otmasa ham o'zidan o'zi o'rnidan turib ibodat qilaveradigan bo'lib qolar ekanmiz. Qala al-Hasan radhiyallohu anhu inna ar-rajula la yahrimu qiyam al-layl bi dhanbin waqa'a minhu dedilar. Albatta kishi kechasi bedor bo'lishligidan mahrum bo'ladi, dunyoda hayotida qilgan gunohi sababli deyaptilar. Shu insondan voqea bo'ladigan, hayotda sodir bo'ladigan bir gunoh sabablik kechasi turib bedor bo'lib Allohni eslashligidan banda inson mahrum bo'lib qoladi. Soat 3 da turay, 2 da turay, bir Allohni eslab bomdodgacha bir xudo deyotgan bo'lsa, bir odam shu 3 da turib bomdod vaqtiga qadar Alloh deya olmayotgan bo'lsa, o'ylansinki, ha, meni gunohim ko'p ekan. Demak, Alloh deya olmayapman, gunohimga tavba qilishim kerak ekan deb Allohga tavba qilishligimiz kerak.